Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azizam jon menga qo'ylar narxi bilan tanishtiring, mollarni, buqalar narxi bilan degan akalarimizga bugun Xudo xolasa Namangan tumani Tepaqo'rg'on o'sha arzonchilar Xudo xolasa qishlog'ida o'sha bo'ladigan qo'y bozor, o'sha qo'y mol bozori. Agar Xudo xolasa bag'i buqa bozor, ag'i qo'y bozor. Hafta kuniga akalar bugun payshanba 2020-yil 5-iyun. Xudo xolasa agar like bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa narx navolarni Xudo xolasa chiroyli qilib qanchadan bo'layotgan, qanchani ketyapti degan Xudo xolasa hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. O'sha gap sizlar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib tursalar, Xudo xolasa nima deydi, chiroyli qilib narx navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Cheketayotgan tomonga borib qanchadan bo'lgan joylarini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa nima deydi? Men mol oldimmi, qimmat olmadimmi, arzon oldimmi degan akalarimizga Xudo xolasa nima deydi? Foydali-da bu. Xudo xolasa olgan mollaringizni solishtirib olib ko'raverasizlar Xudo xolasa. Agar Xudo xolasa o'sha gap like bosib turing akalar Xudo xolasa. Mana. Mashalloh, shoshilib Xudo xolasa o'sha taroziga tortilgan joylargacha ko'rsatishga harakat qilamiz akalar Xudo xolasa. Mana bo'lmasa Ash buqa Xudo xolasa akalar mana taroziga tortilayotgan joyi. Vitesda to'xtanib, 1 kilo yarim kilo nari berdi. Mana. 28 ga ol. Olingni. Oldi. Qanchadan? 58 dan. 58 mingdan kiloga bo'pti akalar. Tortdimmi? Aşağı ko'raylik 200 Ha, yechma orqadan tushadi. Orqadan tushadi. Necha kilo chiqibdi og'a bu? 428. 428 kilo akalar. 428 kilo chiqdi buqa. Qani mana to'pdan o'chir. Chiqmay qol. Mana, ash buqa ham tortilmoqchi. Mana akalar bu. Necha pul bo'ldi? Olindimi? Necha pulga? Kiloga 57 mingdanmi? Hozir 58 ming sotilmi? Bu farqi bor mashina. O'zimizga eksonga keldi. Ha. Mana 57 mingdan kiloga bo'pti. Katta ekan lekin. Mana. Öt. Neç kilo? 446 kilo akalar mana. 446 kilo. Hech jonivar. Hut. 446 kilo chiqibdi. Inshaalloh. Mana akalar, Xudo xolasa 400 necha kiloda keldim. Necha yil bo'ldi aka bu? 3,5 millionga akalar olinibdi mana qisir sog'liq. 3,5 millionga olinibdi. Inshaalloh. Mana akalar, Xudo xolasa bag'i Qo'chqor bozor. Xudo xolasa ishqibozlariga tavsiya qiladigan nima deydi? Tepaga har hafta bo'ladi, har payshanba bo'ladi. Akalar bemalol kelib, ko'rib o'sha payshanba kunga bo'ladigan bozor. Xudo xolasa har hafta kelib, ko'rib, nima yoqtirsalaring bo'laveradi, bemalol. Mana. Necha pul bo'lyapti aka bu? Necha pul berdingiz oshdaqa? 5 million 400 ming. Savdo bo'layotgan joy akalar, mana 5 million 400 ming savdo bo'lyapti. Bermagan pulingga beraverasanmi? Sen qilar kellar. Qancha 5,5 mi? Bering aka, mana shu Hojibomga. Bo'ldi. Oldinda kunlar ko'tarib. Ha. Bu ham injilmay baraka bersa xolis so'rayapman. Bozor og'ir aka, bo'ldi, bering. Dollar olaldi ata o'zi. Chiroyli ekan. Bering bo'ldi.
5,5 dan ochma ish bitsa oldiroq sottiradi. Savdogar foydalanmas. Mana tog'a ihson qilyaptilar. To'pato'ri 5,5. Ha ketdi aka endi u bozor. Bo'ldi bering. Mana 5,5 deyapmiz. Mana tog'a ihson qilibdi. Men dalolat qilyapman xolos. Boshbar rozimisiz deng, bermasalar bo'ldi ketaverasiz. Nech qilishdi ochbay ekan uni? 51 ga sotildi, 41 qilishyapti, bermadi. 51 ga buni sotilibdi. 41 buni soda bo'lyapti ekan. Mana. Mana kelar. Gapirsan bak. Ya endi opet etib yapqansan. Alloh'ım, to'shi ham zo'r qo'ydi. Oltgam. Ko'ryarim bo'ldimi? Bo'ldi, bering endi. O'tib ketdi u ertalada, uyida bayapti endi u odam. 200 kam qirg'ov. Qo'ysangiz. Mana o'zlari ham kelyapti. Ochma. Ochma. Qaramayaptilar ham endi, ana. Ana. Olay ekanlar, bo'ldi. Qassoblar ba. Bo'ldi, qassoblar ekan. Bo'ladi qani 5 ekan. Falon aka ashini bitta ko'rib beringchi. Nech kilo chiqadi falon aka ashi bitta o'zingiz shu 49,5 kilo ko'tarimni ko'rganingiz yo'q hali. Ko'rib turib bilasiz siz. Bo'ldi, falon akam tug'ilgandan beri mashina ichidasiz. Ana kelar. Kim oldi mana 5 milliondan talla olaversin. 5 milliondan. Qo'y. Kami ham bor, o'tidan beri. 5 milliondan kami ham bor deyapti. Bu chiqar. Taqa nomerni aytib beringchi bir endi ish 94lik. 503 0040. Ishqibozlar chiqmas telefon qilishaversin. Uyda ham bor. Uyda yo'q tashlab beraverasiz. Bo'ldi. Qurvolliqqa 2-3 ta bor. Raza qurvolliq bor ekanlar. Xudo xolasa ekanlar, lekin nima deydi? Nima deydi? Alay qiladigan joyi. Bemalol xudo xolasa. Telefon qiling, nima deydi? Ish bitadi. Bo'ldi, gap yo'q. Bozoringizni bersin. Bo'ldi, gap egalar xudo xolasa. Nima deydi? Qurvolliqqa qo'chqor so'ragan akalarimizga xudo xolasa mana akalar. Mana. Qurvolliqqa qo'chqor so'ragan akalarimizga xudo xolasa. Bular ham sizdanmi, tag'am ular ham? Aysam o zotga arashanliklar bu yoq. Zotga akalar mana. U qara. Shak. Shal qara. Quloqi ham o'tadi anaqa ekan. Qirg'iz baldag'ini. Zotkami bular? Zotka bular. Zotka arasham 7 milliondan. 700 dollar, 1000 dollar emas. Agar arzon xudo xolasa, nima deydi? Oga odam ham barakada bor. 7 milliondan xayri qilib berasiz. Ashuna birga aloqa chiqishaversa. Bo'ldi, ishqibozlari bo'lsa agarlar bemalol aloqa chiqasizlar, xudo xolasa dastlabki qilib chiroyli qilib yetkazib beradi. Kam ko'sti bo'lsa uyga borganiga video qilib tashlab beraveradilar. Bemalol aloqa chiqasizlar mana. Bu qara ayak kengliklarni qarang akalar. Bemalol xudo xolasa. O'sha aytilgan raqamga aloqa chiqing, xudo xolasa video qilib tashlab beraveradilar bemalol. Uyda ham bor dedingizda bulardan xudo xolasa video qilib tashlab beradi. Bemalol agar uyda ham bor ekan bemalol tavsiya qilaman, lekin qo'y sifati ham boshqacha narsalar. Mana inshaalloh. Bo'ldi, gap akalar, xudo xolasa. Tavsiya qiladigan joyi akalar, xudo xolasa. Mana o'zi bozor oxirlab qolibdi, akalar, mana qara. Mana.
like shuni bosib qo'ying, boshqa kanal yo, dangadim. Like-ni bosib qo'ying. Umar Palvon. Umar Palvon. O'ta. Sololar bor. Sololar zabalon. To'qli qo'zilarmi bular? Sololar tayyor, kechkuzga bolani indamay olishadi. Bolani oladigan. Nech puldan deyapsiz? Umar Palvon. Son 13 ta. Hop. Bir joyga olsin 2 million 700 ni Samarqanddan kirib beraman. 2 million 700 dan. To'g'ri. Qochadigan ham bor, kechkuzga qochadigan ham bor. Kechkuzga qo'ysa, Son 13 ta. 13 ta. 2 million 700 mingdan kelar mana. Bitta choponni qo'yib, xudo xolasa berib yuboradigan joyi deydi mana. Umar Palvon nomerni ayting bo'ldi, tamom. 94lik. 954 22 20. 22 20. 24 soatsa 25 soat aloqasi kech o'qilolma. Qo'y sotiladi bitta. Bo'ldi, gap yo'q. Bozoringiz bo'lsin. Bemalol aloqa chiqasizlar. Agar xudo xolasa uyda ham bor, video qilib tashlab beraman deyaptilar. O'zi asli katta bozorda kelib biz sal kechroq video qilyapmiz-da bayda mana. Xudo xolasa tavsiya qiladigan joy akalar. Bemalol mana zotga qo'chqonlar hammasi xudo xolasa kelaveradi bayda. Sal kechroq video qilyapmiz bayda. O'zi aslida to'la bo'ladi. Bormang taqa. Sotyapsizmi? Hammasikin bilaman ular. Inshaalloh, haqiqatan zot boblar deydi akalar mana. Havas qilganlar bittadan like-ni bosib qo'ying deydi akalar mana. Maşallah. Qurbonlikka qo'chqonlar. Qurbonlikka. Mana akalar, qurbonlikka qo'chqor so'ragan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qiladigan joyi. Hech puldan deyapsiz, taqa bo'ladi. Bular bir joyga olsa 6 dan berib beraman. 6 million so'mdan. Mana bittani zotga olaman deysa-chi, mana qarang, quloqni ham qarang akalar. 6 million 200 ga. Maşallah akalar mana. Dollarlik qo'ylar so'mda deydi. Mana bugun xudo xolasa qurbonlik haftasi arzdan deydi. Mana qarang. Bash qo'y tavsiya qilaman. Basharlarni qarang akalar mana. 6 million 200 mingga. Bo'ldi, nomerni ayting taqa. 94lik 347 51 21. Telefon qilishaversin. Ishqozlari bo'lsa akalar mana bemalol qachon qo'yladim deb qarang. Mana oyoq qo'llariga baho bering. Kattalari ham bor, Bundan kattaroqlari ham bor. Bo'ldi, gap egalar xudo xolasa kattalari ham bor deyaptilar. Bemalol aloqa chiqasizlar, xudo xolasa nima deydi? Telefon qilsangiz video qilib tashlab beradilar. Kam ko'sti bo'lsa video qilib tashlab beradilar. Mana shu yoq desangiz ham, lekin arzon qarang bo'lgani, mashalloh. Shoshiling, xudo xolasa o'ta noyob joylar deydi mana. Qormang. Salomatim. Nimaga sotyapsizlarmi? Qo'chqormi bular bari? Qo'chqor olmay boshlaman. Mashina nech pul qilishdi bozor 5 mashina? million 700 ming so'rash, to'ygan. 5 million 700 mingga berilmadimi? 5 million 6 million bo'lsa berib beramiz. 6 millionga berib. Bo'ldi, 6 million bo'lsa beramiz. Mana qarang. Ularlar bitta. Qo'chqor lekin o'zi zot bop ekan, bu dumbani qarang. Mana akalar. Inshaalloh. Bu oqlar choqlar. Bu oqlarni 5 million 800 mingdan berib beramiz. 5 million 800 dan berib beramiz. Mana. 5 million 800 ming so'mdan berib yuboradigan joyi, qurbonlikka qo'chqor olamiz degan akalarimizga xudo xolsa. Nomerni qoldiraylik. 95lik. Hop, 685 hop. 3808. 3808. Bemalol telefon qilishaversin. Dastlabkilar boqib beramiz. Bo'ldi, dastlabkilar bu akalar bemalol xudo xolsa aloqa chiroyli qilib yetkazib beradilar mana. Xudo xolsa like-ni bosib ishdan chiqmasa akalar, xudo xolsa. Nima deydi, ash tomonga olsam bitta yurib shu mol tomonlar o'zi molam oxirlab qolibdi kelar mana. Inshaalloh. Mana akalar. Xudo xolasa noji sigir ishqozlari deydi, sigir. Inshaalloh. Bozor oxirlab qolgan bayda o'zi mana katta buqalar qolib xolos. U buqalarni qarang akalar, havas qilgan bittadan like-ni bosib qo'ying akalar. Mashalloh. Xudo xolasa lekin akalar tavsiya qiladigan joyi. Mana. Mashalloh. Sotilmadimi bu? Nech pul qilishdi? 32 millionga berilmadimi? Mashalloh, akalar mana. 32 millionga berilmabdi, qarang. Xudo xolasa. Bo'ldi, nomerni ayting. 93lik. 947 1446. Bo'ldi, bemalol agar aloqa chiqar ekansizlar mana. 32 millionga berilmabdi, lekin kelishasizlar, xudo xolasa. Mana qurbonlikka deb baqilgan buqa. Bemalol aloqa chiqsa katta ekan lekin mashalloh. Qiziq qala bittadan like-ni bosib qo'ying, havas qilganlar. Mana akalar. Xudo xolasa tavsiya qiladigan joyi. Mashalloh. Nech pul deyapsiz buni? 38 million deyapmiz. 38 million.
Mana akalar 38 million deyapti. Hech janob. Qani. Inshaalloh. Bo'pti, nomerni ayting. 93 941 0060. Bemalol aloqa chiqasizlar akalar. Xudo xolasa. Dastlabki qilib beraverasiz. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib yetkazib beraveradilar. Mana akalar bemalol aloqa chiqasizlar. Kam ko'sti bo'lsa telefon qilasizlar, ag'ini kelishasizlar. Mana. Inshaalloh, lekin Kilaga ham kelishaveradi. kilaga nech puldan berasiz? Kilaga necha puldan beradi? Kilaga 60 mingdan beraveradi. 60 mingdan kilaga. Kilaga 60 mingdan akalar mana qarang. Mashalloh. Qarayda, lekin 58 mingdan tortildi. Sal bundan sifati boshqacharoq edi-da. O'sha boshida video ko'rsatilgan. Mana 58 mingdan tortib berdi. Neyda? Boshqa uni sifati bundaqa emas, bundaqa. Ha, mol bilan mol farqi shu. Bu semental deydi, narigi mollar o'zimizning mollardi. Shunaqa. Lekin tavsiya qiladigan joy ekan, mana qarang 60 ming, lekin bo'laveradi mana shu. Sifatiga ham qarang. Inshaalloh tavsiya qiladigan joyi. Nech pul bo'lyapti og'a bu? Maşallah 33 milyonga 33 milyon savdo bo'lyapti akalar bunisi. Maşallah. Tavsiya qiladigan joyi akalar 33 milyonga. Xudo xolasa qiziqqan lavaynadan ikkita bo'lsa, bitta yangi damas beraver ekanda akalar ikkita bo'lsa. Xudo xolasa akalar bugungi shular videolarimizga yoqqanmisidan like dan bosib, otangga rahmat azizamjon, xudo xolasa deb yozib ketish esdan chiqmasin. Bugungi shular sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.